Assalomu alaykum. Bugun Imber kuzatuvchilari sizlarga yangi yuqori bosimli chidamli bo'lgan, ya'ni apalovkamizni obzorini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bugungi apalovkamiz yuqori bosimli bilan ishlaydigan yirik inshootlar, ya'ni yirik binolar, asosan domlarimiz. Domlarning ham asosiy qismi bo'lgan, ya'ni doimiy beton bilan ta'minlanadigan joyi bu o'sha lift qismidagi betonlarda to'liq holatda qo'yilishi, ya'ni bir necha qavatga to'g'ridan to'g'ri quyilish va bosimni to'liq ushlab turish uchun yuqori bosimga chidamli bo'lgan apalovkamiz. Hop, bu apalovkamizning yig'ilish jarayonlari bu quruvchilarimizga begona bo'lmagan, ya'ni xuddi o'sha yig'ilish jarayoni tayrotli, klinli va boltga ekkali. Hop, birinchisi, xo'sh, mana bu yig'ish jarayonidagi birinchimiz bu tayrot orqali yig'ilishlari. Ana tayrot orqali yig'ilishlarimizda o'sha bir necha daqiqa ichida yig'ib bo'linadi. Ikkinchi bosqichimiz bu asosan klin orqali, ya'ni boltga kelgan nisbatan bir necha vaqtni, bir necha daqiqada tugatish. Ya'ni bu har doim vaqt tejash uchun asosan quruvchilarga bilasizlar, yirik quruvchilarimizga vaqt juda ham katta ahamiyatli narsa. Xo'sh. Mana shu holatda bo'ldi, tugatildi. O'sha oxirgisi o'zimizda eski usulda bo'lgan bu bolt keki orqali qotirilishi, bu bir necha daqiqa vaqt oladigan va uzoq qidirib yuriladigan narsalarimizdan biri. Ya'ni bu bir necha vaqt oladi. Xo'sh, keyingisi biz ishlab chiqargan apalovkamizni asosiy qismi, ya'ni bu ramka qismi. Ramka qismlarini biz qalinlik qismiga qaraydigan bo'lsak, bular 3, 4 va 6 mm gacha bo'lgan qalinlikdagi ramkalar bilan orqali tayyorlab beraveramiz. Ya'ni kimlarni zakaslariga qarab tayyorlab beraveramiz. Keyingisi buni oldi list qismlariga e'tibor beradigan bo'lsak, oldi list qismlari 2, 2,5, 208, 3 bo'lgan millimetrlikda bo'lgan, qalinlikda bo'lgan listlardan ham to'liq tayyorlab bera olamiz. Xo'p, bundan keyingisi kimdadir savol bo'lishi mumkin. Buni ozgina og'irligi ko'payib ketishi mumkin deganlarga biz alohida yana bitta o'ylab chiqqan narsamiz, ya'ni o'sha koreyskiy apalovkalarimizda bo'lgan singari finskiy faneralar orqali, ya'ni o'sha Rossiyada ishlab chiqarilgan finskiy faneralarimiz orqali ham to'liq almashtirib bera olamiz. Ya'ni mana o'zimizda bor bu sotuvda, xuddi mana shular orqali ham to'liq almashtirib berishimiz mumkin ichki qismini. Kimga xuddi mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Qo'ldan kelgancha summalarni chegirma qilib, imkon darajasida qilib berishimiz mumkin. Like bosish esdan chiqmasin. Adresimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani. Doimgidek Dehqonobod qishlog'idan bo'lyapti.